kuz faslida sayohat qilish mumkin bo'lgan ideal davlatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi Yaponiya. Yaponiyaning Kyoto, Nara va Tokio shaharlarida kuz faslida manzara va atmosfera shunaqangi chiroyli bo'lar ekan va bu ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qilar ekan. Keyingi davlat esa Yevropaning Italiyasi. Italiyaning ham ko'plab shaharlarida ayni kuz faslida xalqaro festivallar o'tkazilar ekan va ko'plab sayyohlar shu xalqaro festivallarni nishonlash uchun ham ayni Italiyaga borishar ekan va bundan tashqari Italiyada kuzda juda ajoyib manzara paydo bo'ladi boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda. Keyingi davlat esa siz ham taxmin qilganingizdek go'zal Kanada. Kanada shaharlari ham kuz faslida qizg'ish va sariq rangga burkanadi va bu manzara nafaqat atrofdagi davlatdagi sayyohlar, balki butun dunyo bo'ylab sayyohlarni o'ziga jalb qilar ekan. Kanadada bayrog'ida ham bekorga chinor bargi qo'yilmagan ekan. Kuz faslida sayohat reja qilayotgan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying va sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha.